Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi avtomobilimiz Nexia 3 avtomobili. Ikkinchi pozitsiya 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz holatlari juda zo'r holatda turibdi. Mana to'rtta yangi yumshoq balonlar taqilgan. Mejigar pultlari bor. Mashinamiz salonlari mana qirilib, chizilib ketmagan. Mana rullaridan ham ko'rib hollari bilan turibdi. Probegi 131 ming yurgan. Video registrator bor, yaxshi chexollar taqib qo'yilgan, kardinal poliklari bor. ABS kondisionerlari bor, metan gazda uстановkalar qilingan. Mashinamizni tan narxini 96 million so'm etib belgiladik. Mashinamizni kraskasiga keladigan bo'lsangiz, mana shu bitta oldi krilosda kraskasi bor ekan. O'zlaring uchun bemalol tekshirib, proverka qildirib olsalaring bo'ladi. Mashinamiz holatlari juda zo'r turibdi. Keyin mana shu yerda kalinkachasida fitnachasi bor ekan. Kalinka kraskaga kirmaydi mana. Eshiklar hamma joy tanlab turibdi. Mashinamizni faqat moyka qilinmagan, yuvilmagan holati bu. Shunda ham video qilib chiqarishga qaror qildik. Mashinamiz naqd yo avtokreditga ham beriladi. Mashinamiz tan narxi 96 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Manzilimiz Jizzax shahri. Nomerlarimiz 94 344 81 11.